Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli aka-ukalar. Bugun Damas 1ni zo'r ekan, egadan, dehqondan. Zo'r, nihoyatda zo'r mashina. Moz korobkalarini yaxshi deyapti. Mana salonlarining ichki holatlari. Dehqon odam mingan. Mana yurgan. Moz korobka zigzaglari chotki. Xullas, akamizga naqd pul kerak ekan, hurmatli obunachilar. Naqd pulga sotamiz deyaptilar. Kuzupi ham deyarli 90-95% radnoy holatda turibdi. Radnoy holatlari. Qomatlari ham tekis, zo'r. Mana zigzaglarni ko'rishingiz mumkin, yangiday turibdi. Bu mashinani akamiz 3,5 ming qo'yapti ekan. 3,5 mingdan kelishtirib beraman deyapti. Kelishtirib beradi, faqat naqdga. Gapni ochig'ini aytganda o'zimiz 30 millionga so'radik, 30 millionga bermadi. 2005 Moz korobka motorlari zo'r. 2005-yil Damas 1. Moshin Samarqand shahar namozgohda ekan, uylari o'sha yerda borib ko'rib gaplashib olaverasizlar.